Bugun biz navbatdagi qishloqning tarixi to'g'risida gaplashamiz. Qani, ketdik. Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda xo'ja nomi bilan bog'liq bir qancha geografik joylar mavjud. Masalan, Xo'jaobod, Xo'jaariq, Xo'jaqishloq va hokazo. Namangan tumanida joylashgan Xo'jaqishloq ham xo'jalar yashaydigan qishloq deganidir. Xo'jalar o'zi kim? Tarixiy manbalarda yozilishicha, xo'jalar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi Saidlar, Said xo'jalar yoki Saidlar deb ataladigan xo'jalar. Ular Hazrat Ali va payg'ambarimizning qizlari Fatima va Zuhralardan tarqalgan avlodlar. Ikkinchisi xo'jalar yoki xojalar, Hazrat Ali bilan Rum malikasi Bibi Hanifadan tarqalgan avlodlardir. Islom olamida payg'ambar avlodlariga juda yuksak izzat-ehtirom ko'rsatilgan, ularga katta imtiyozlar berilgan. Ibrat To'raqo'rg'oniyning o'z qo'li bilan yozilgan Avlodlar shajarasi degan hujjatda yozilishicha, xo'jalar bu qishloqqa 18-asrda kelib o'rnashganlar. Ana shu vaqtdan boshlab Xo'jaqishloq nomi bilan atalib keladi. Hozirda ham mazkur qishloqda xo'jalar avlodi istiqomat qiladi. Qishloq Mirishkor, Kichik Qurama, Tepaqo'rg'on, Mullakuding, Toshbuloq qishloqlari bilan chegaradosh. Bugungi kunda Xo'jaqishloq hududida ikkita mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan. Shuningdek, Ibrat mahalla fuqarolar yig'inida 3150 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududning maydoni 65.2 gektar. Xo'jaqishloq mahalla fuqarolar yig'inida esa 3019 nafar aholi yashab kelmoqda. Hududning maydoni 57.2 gektar. Mahallalar hududida bitta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 3 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 20 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari faoliyat olib boradi. Shunisi quvonarliki, Xo'jaqishloq hamda Ibrat mahallalari aholisining hamjihatligi, birdamligi natijasida 2024-yil Open Budget axborot portalida Mening yo'lim loyihasi doirasida 1 va 2 mavsumida ham eng ko'p ovoz to'plab g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Hozirgi kunda qishlog'imiz yanada ko'rkamlashib, zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni xo'jaqishloqliklarga yuborib qo'ying.